Assalomu alaykum. Bugun sizga zavodlarni kontrollerlarni qanday dasturlashimiz haqida video olmoqchiman. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu ladder diagramma deyiladi va bunga programma strukturniy language da yoziladi. ST tilda. Xullas, birinchi bizni vazifamiz isitgichni, suvni bizga kerakli gradusga chiqarish uchun isitgichlarni yoqish va avariyniy holatda, ya'ni kritik temperaturada, maksimal temperaturada, masalan 45 gradusdan oshsa, mana bu yerda berib qo'yganman, ataylab 45 gradusdan oshsa, dasturlashni tushunadigan odam biladi. Mana bu bul qiymatni qabul qiladi. Mana kritik alarm o'zgaruvchisi bul qiymat qabul qiladi. Juda soddaroq dastur bo'lganligi uchun tushuntiryapman. Sal dasturlashdan bilgan odam ham tushuna oladi. Bul qiymat qabul qiladi. Demak, 45 gradusdan oshsa kritik alarm yonadi. To есть avariyniy holatda isitgichlarni avtomatik o'chirish kerak va birinchi holatda ruchnoy o'chirib yoqish kerak. Mana bunda ko'rishingiz mumkin, agar bu birinchi tugma bosilsa, mana bu yonish, lampochka yonsin degan buyruq. Bunda S yondirish, R o'chirish. Mana bu ikkinchi tugma, bu o'chirish, bu R. Mana bu uchinchi zanjir. Bunda kritik alarm, ya'ni 45 gradusdan oshgan bo'lsa, mana bu true qiymat qabul qiladi, ya'ni bu yonadi. Mana shunda lampochkani o'chiradi. Endi asosiy joyi, agar lampochka yongan bo'lsa, pit regulator hisoblanadi. Pit regulator nima qiladi? Bizni hozirgi temperaturamizni mana ishlatib ko'rsataman. Bossak yondi, isitgich ten yondi, ya'ni isitgichlar. Mana bu yondi. Hozirgi haroratimiz 23 gradus. Suvning harorati 23 gradus. Bizga necha gradus kerakligini kiritamiz. Bizga 35 gradus. Masalan, yo'q. 23 gradus bo'lsa, 30 gradusga chiqaraylik. Qaytaylik. 30 gradusga. Mana pit regulator hisoblanyapti. Pit regulator hisoblanganda o'sha hozirgi harorat, ya'ni 23 gradusni 30 gradusga chiqarish uchun isitgichlarga qanchalik quvvat berish kerakligini hisoblaydi bu. 100% quvvat berish kerak ekan. Mana bu yerda shart berganman. Agar lampochka yongan bo'lsa va 45 gradusdan oshmagan bo'lsa, ya'ni avariyniy holat bo'lmasa, mana 45 gradusdan oshmagan, 23 gradus. Va harorat ko'tarilib bormoqda, ko'rishingiz mumkin. Bu uchun isitgichlarda pit regulator yoqdi. 100% quvvatda. Mana bu relay deyiladi. Bu isitgichlarni yoqadi. Keyingisi, agar shu ikkita shart bajarilsa, tekshiradi. Agar pit regulatorni prosent 80% dan katta bo'lsa, tenda yoqadi, ya'ni isitgichlar yoqadi. Agar 80 gradusdan kichkina bo'lsa, yoqmaydi. Ya'ni 180% dan ko'proq quvvatni talab qilsa, isitgichlar yonadi. Harorat ko'tarilib borayotganini ko'rishingiz mumkin. Endi biz bunga mishayt beramiz. Ya'ni nima deyiladi bu? Ya'ni mishayt, xalaqit berish nima deyiladi? Bunda aylantirganimizda suv yana soviydi. Xuddi zavodlarda har xil bizga xalaqit beradigan holatlar bo'lishi mumkin. Bu o'sha holatlardan biri. Masalan, suvni aylantiryapti. Bunda isitgich yana soviydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yana ozgina sovudida, yana ko'tarilyapti. Bu uchun yana pit regulator qaytadan hisoblanyapti. Mana bu hozirgi haroratni hisoblaydigan formula.
bu maksimalniy va minimalniy harorat beriladi. Maksimal 45 gradus, minimal 10 gradus. Bu high status yuqorisi 45 gradusdan yuqori bo'lsa, mana bu true qiymat qabul qiladi. Shuning uchun kritik alarm true bo'ladi. Endi buni ruchnoy o'chirishimiz ham mumkin. O'chdi.